90-band. Aholi punktlaridan tashqarida uzoq vaqt to'xtab turish tartibi. Aholi punktlardan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga faqat buning uchun ko'zda tutilgan maydonchalarda yoki yo'ldan tashqarida ruxsat etiladi. Yo'l chetida to'xtab turgan transport vositalari asosan kunning qorong'i vaqtida yoki yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida harakatlanayotgan transport vositalariga ma'lum darajada xavf tug'dirishi mumkin. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida aholi punktlardan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga faqat buning uchun ko'zda tutilgan 5-15 to'xtab turish joyi yoki 6-11 dam olish joyi belgilari bilan belgilangan maydonchalarda yoki yo'ldan tashqarida ruxsat etiladi. Kunning qorong'i vaqtida yo'l chetida to'xtab turgan avtomobillar boshqa harakat qatnashchilariga turlicha xavf tug'dirishi va harakatlanishga xalaqit qilishi mumkin. Qoidalarni buzgan haydovchilar to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgani kabi ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.